Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Assalomu alaykum tomoshabinlar. Bugun men sizlarga shunchaki bir xabar emas, balki har biringizning kelajagingizga, pensiya ta'minotingizga bevosita qiladigan o'ta muhim va shoshilinch ma'lumotni yetkazmoqchiman. Hozir aytiladigan har bir so'z, har bir tavsiya sizning yillar davomida qilgan mehnatlaringiz evaziga olinadigan adolatli nafaqangizni ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Bu mavzu kimdir uchun uzoq va tushunarsizdek tuyulishi mumkin. Ammo ishoning, pensiya jamg'armasidagi so'nggi o'zgarishlar sizni ham chetlab o'tmaydi. Bu nafaqat keksa avlod vakillari, balki yaqin kelajakda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotganlar, hatto yoshlar uchun ham tegishli. Siz hozir qandaydir bir qimmatli ma'lumotni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Shuning uchun hoziroq videoni to'xtating, kanalimga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki siz hozir qandaydir bir qimmatli ma'lumotni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Diqqat bilan tinglang. Demak, asosiy masalaga o'tamiz. Avvallari ko'pchiligimiz yaxshi eslaymiz. Mehnat daftarchalari qog'oz shaklida yuritilar edi. Har bir korxona, tashkilot o'z xodimining mehnat stajini qo'lda yozib, tegishli muhr va imzo bilan tasdiqlardi. Bu tizim o'ziga yarasha bir qator kamchiliklarga ega edi. Ko'pincha tashkilotlar tugatilganda, hujjatlar yo'qolganda, xodim boshqa joyga ishga o'tganda yoki korxona nomini o'zgartirganda stajni tasdiqlashda juda ko'p muammolar yuzaga kelardi. Minglab odamlar yillar davomida qilgan mehnatining isbotini topa olmasdi. Natijada pensiyasi sezilarli darajada kamayib ketardi yoki umuman pensiya olish huquqidan mahrum bo'lardi. Bu esa o'zidan adolatsizlikka sabab bo'lar, insonlarning yillar davomida to'plagan umidi puchga chiqardi. Hozir vaziyat tubdan o'zgardi. Mamlakatimizda raqamlashtirish jarayonlari jadal rivojlanmoqda va bu pensiya tizimini ham chetlab o'tmadi. Hukumat qaroriga ko'ra barcha mehnat staji va fuqarolarning pensiya jamg'armasiga to'lagan badallari elektron tarzda yagona axborot tizimida jamlanmoqda. Bu tizim yagona milliy mehnat tizimi yoki elektron mehnat daftarchasi deb ataladi. Bu bir qarashda juda to'g'ri va zamonaviy yechimdek tuyuladi. Albatta kelajakda bu shaffoflikni oshiradi, pensiya hisoblash jarayonini soddalashtiradi, inson omilini kamaytiradi va adolatni ta'minlaydi. Ya'ni hech kim qog'ozbozlik bilan ovora bo'lmaydi. Har qanday ma'lumot bir tugmachani bosish orqali elektron bazadan olinadi. Ammo ayni paytda bu ulkan o'zgarish ko'plab fuqarolar uchun kutilmagan muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Gap shundaki, qog'oz shakldagi ma'lumotlarni raqamli formatga o'tkazish jarayonida xatoliklar, ma'lumotlar uzilishlari yoki hattoki ba'zi muhim ma'lumotlarning umuman elektron bazaga kiritilmasligi holatlari yuzaga kelmoqda. Ayniqsa eski davrlarga oid, masalan 2005 yilgacha bo'lgan mehnat stajini raqamlashtirishda ko'plab savollar paydo bo'lyapti. Nima uchun aynan 2005 yil? Chunki aynan shu yildan boshlab ko'plab tashkilotlar o'z xodimlarining ma'lumotlarini elektron bazaga kiritishni va pensiya jamg'armasiga muntazam hisobot berishni boshlagan edi. Undan oldingi davrga oid ma'lumotlar esa ko'pincha qog'oz holatida qolib ketgan yoki raqamlashtirish jarayonida texnik xatoliklarga yo'l qo'yilgan. Bu holatda sizning qonuniy pensiya huquqingiz poymol bo'lish xavfi mavjud. Keling, endi bu o'zgarishlar kimga ta'sir qilishini va kimlar xavotirlanish kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu savollarga beriladigan javoblar sizning o'zingizga tegishli bo'lgan vaziyatni aniqlab olishingizga yordam beradi. Birinchi toifa pensiyaga yaqin qolganlar va allaqachon pensiyada bo'lganlar. Agar siz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, masalan, keyingi 5 yil ichida pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz yoki allaqachon pensiya olib kelayotgan bo'lsangiz, siz uchun bu ma'lumot ayniqsa muhimdir. Ko'pincha pensiya rasmiylashtirilayotganda yoki qonunchilikdagi o'zgarishlar tufayli qayta hisob-kitob qilinganda, pensiya jamg'armasi mutaxassislari sizning elektron mehnat stajingizni tekshirishadi. Agar elektron bazada sizning to'liq mehnat stajingiz aks etmagan bo'lsa, ya'ni qog'ozda bor, raqamli tizimda yo'q bo'lsa, siz pensiya miqdorining sezilarli darajada kamayishiga yoki hatto pensiya tayinlashda rad javobini olishingiz mumkin. Bu albatta juda noxush holat bo'lib, hayotiy rejalaringizni tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin. Misol bir kam staj tufayli pensiyaning kamayishi. Tasavvur qiling, 17 yoshli Zebo opa 1945 yildan 2005 yilgacha katta davlat zavodida ishlagan, ya'ni 20 yil mehnat faoliyatini olib borgan. Keyinroq oilaviy sharoitga ko'ra kichikroq xususiy korxonada yana 10 yil ishlaydi. Uning umumiy mehnat staji 30 yilni tashkil etadi.
Pensiyaga chiqish vaqti kelganda, Zebo opa pensiya jamg'armasiga murojaat qiladi. Pensiya jamg'armasi mutaxassisi uning elektron mehnat stajini tekshiradi va bazada faqat 2005 yildan keyingi yil ko'rinadi. Zavoddagi 20 yillik staj elektron bazaga o'tmagan. Chunki o'sha davrda ma'lumotlar faqat qog'ozda bo'lgan va zavod o'z vaqtida ma'lumotlarni elektronlashtirishga ulgurmagan. Natijada Zebo opaga pensiya hisoblashda atigi 10 yillik staj asos qilib olinadi va vaholanki u umrining eng sarmohosil 30 yilini mehnatga bag'ishlagan. Bu esa uning pensiya miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi. Aytaylik, 30 yillik staj bilan u har oy 2 million so'm pensiya olishi kerak edi. Ammo 10 yillik staj bilan faqat 20 million so'm pensiya tayinlanadi. Bu adolatsizlik shunday emasmi? Va buning sababi faqatgina ma'lumotlarning raqamlashtirilmaganida xolos. Ikkinchi toifa, nodavlat tashkilotlarda ishlaganlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar va norasmiy sektorda mehnat qilganlar. Agar siz davlat tashkilotlarida emas, balki xususiy korxonalarda, masalan, aksiyadorlik jamiyatlarda, fermer xo'jaliklarida ishlagan bo'lsangiz yoki yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, sizning stajingizni tasdiqlashda ko'proq muammolar yuzaga kelishi mumkin. Sababi bu turdagi tashkilotlar doim ham xodimlarning ma'lumotlarini pensiya jamg'armasiga to'g'ri va o'z vaqtida taqdim etishmagan yoki ularning hujjatlari yo'q bo'lish ehtimoli yuqoriroq bo'lgan. Ba'zan hatto korxonalarning o'zi ham xodimlarning mehnat staji uchun mas'uliyatsizlik bilan yondashgan. Misol 2. Xususiy sektorda stajni tasdiqlash muammosi. G'ani aka 1935 yildan 2010 yilgacha bir nechta xususiy savdo korxonalarida sotuvchi bo'lib ishlagan. Har bir korxonada 3-5 yil davomida faoliyat yuritgan. Uning qog'oz mehnat daftarchasida barcha yozuvlar mavjud, muhr va imzolar bilan tasdiqlangan, lekin korxonalar vaqti bilan o'z nomini o'zgartirgan, ba'zilari esa umuman tugatilgan. G'ani aka pensiyaga chiqmoqchi bo'lganida pensiya jamg'armasi uning mehnat daftarchasidagi yozuvlarni tan olmaydi. Chunki bu korxonalardan olingan ma'lumotlar elektron bazada topilmaydi. Korxona ma'lumotlarni elektron bazaga kiritmagan yoki hisobotlarni taqdim etmagan degan javobni oladi. G'ani aka umrining eng sermas'ul yillarida qilgan 15 yillik mehnati uchun stajini tasdiqlashda nihoyatda qiynaladi. U hatto o'sha korxonalarning ba'zilari hozirda qayerdaligini ham bilmaydi. Bu esa uning pensiyasini rasmiylashtirish jarayonini uzoq muddatga cho'zadi va katta asabiy taranglikka sabab bo'ladi. Uchinchi toifa, yoshlar va kelajakda pensiya olishni rejalashtirayotganlar. Agar siz yosh bo'lsangiz va pensiya haqida hozircha o'ylamayotgan bo'lsangiz ham, bu ma'lumot siz uchun ham tegishli. Siz hozirdanoq o'z mehnat stajingizni nazorat qilib borishingiz kerak. Hozirda qilinadigan har bir mehnat shartnomasi har bir ishga kirish va chiqish elektron tarzda qayd etilmoqda. Lekin ba'zi noxush holatlar, masalan, ish beruvchining mas'uliyatsizligi, texnik xatoliklar yoki ma'lumotlar bazasida yuzaga keladigan uzilishlar sababli ma'lumotlar to'liq kiritilmasligi mumkin. Bu esa kelajakda siz uchun jiddiy muammolar tug'diradi. Misol uchun, yoshlarda stajdagi uzilish. Dilnoza ismli yosh mutaxassis universitetni a'lo baholar bilan tamomlagach, kichik IT kompaniyada dasturchi sifatida ish boshlaydi. Ish beruvchi uning mehnat shartnomasini to'g'ri rasmiylashtirganiga va pensiya jamg'armasiga barcha badallarni o'z vaqtida to'lab borayotganiga ishontiradi. Lekin 5 yil o'tib Dilnoza o'z mehnat stajini MyTalk uz portali orqali tekshirganda faqat uz portali orqali etayotganini ko'radi. Dastlabki 2 yil davomida ish beruvchi uning ma'lumotlarini pensiya jamg'armasiga to'liq va o'z vaqtida yubormagan yoki qandaydir texnik xatolik yuzaga kelgan. Endi Dilnoza ushbu 2 yilni tasdiqlash uchun eski ish beruvchisiga murojaat qilishi, qo'shimcha hujjatlar yig'ishi yoki hatto sudga murojaat qilishi kerak bo'ladi. Bu unga ko'p vaqt va asab talab qiladi va holanki u o'sha paytda ishiga to'liq e'tibor qaratishi kerak edi. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Asosan, agar siz doimiy ravishda davlat tashkilotlarida ishlagan bo'lsangiz, mehnat daftarchangiz tartibli bo'lsa va 2005 yildan keyin hech qanday uzilishlarsiz faqat rasmiy ravishda ishlagan bo'lsangiz, ehtimol sizning ma'lumotlaringiz elektron bazada to'liq aks etgan bo'ladi. Davlat tashkilotlarida ma'lumotlarning qayd etilishi va saqlanishi tartibi ancha qat'iyroq. Ammo shunga qaramay, tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Aksincha, kelajakdagi noxushliklarning oldini oladi. Har kim o'z ma'lumotlarining to'g'riligiga shaxsan javobgar bo'lishi kerak.
Bu yerda e'tiborsizlikka o'rin yo'q. Chunki gap sizning moliyaviy barqarorligingiz va kelajakdagi farovonligingiz haqida ketmoqda. Endi esa pensiya jamg'armasi bilan bog'liq bo'lgan ba'zi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumotlar sizni kutilmagan muammolardan himoya qilishi va pensiya tayinlash jarayonini ancha osonlashtirishi mumkin. Birinchi va eng muhim nozik jihat, tashkilot tugatilgan yoki qayta tashkil etilgan bo'lsa. Aytaylik, siz 1990-yillarda biror davlat korxonasida ishlagansiz, ammo hozir u korxona yo'q, bankrot bo'lgan yoki boshqa nom ostida qayta tashkil etilgan. Bunday hollarda sizning mehnat stajingizni tasdiqlovchi ma'lumotlarni elektron bazada topish juda qiyin bo'ladi. Pensiya jamg'armasi sizdan o'sha korxonaning hujjatlarini talab qilishi mumkin, ammo bu hujjatlar qayerda ekanligini bilmasligingiz tabiiy. Ko'pincha eski hujjatlar yo'qoladi yoki arxivga topshirilmasdan turib tashkilot tugatiladi. Tuzoq. Ko'pchilik korxona yo'q bo'lsa, nima qilaman? Qo'l siltab qo'ya qolaman. Endi o'sha yillardagi stajni hisoblamasalar ham mayli deb o'ylaydi. Bu katta xato. Bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingizni qadrlamaslik bilan barobar. Bunday vaziyatda davlat arxivi yoki mahalliy hokimiyat arxivlari kabi muassasalar orqali o'sha korxonaning faoliyatiga oid ma'lumotlarni qidirish kerak. Ba'zan tugatilgan korxonalarning hujjatlari arxivlarga topshirilgan bo'ladi. Shuningdek, mahalliy mehnat organlari ham sizga bu borada yordam berishi mumkin. Bu jarayon vaqt talab qiladi, sabr toqatli bo'lishni talab qiladi. Ammo natijasi pensiya miqdoriga va uning umumiy tayinlanishiga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Bu shunchaki 1-2 yil emas, balki o'nlab yillar haqida ketishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, norasmiy mehnat staji va to'lovlar. Afsuski, mamlakatimizda hali ham norasmiy ish bilan bandlik holatlari mavjud. Ya'ni inson ish ishlaydi, mehnat qiladi, lekin u bilan mehnat shartnomasi tuzilmagan, uning uchun pensiya jamg'armasiga hech qanday badal o'tkazilmagan. Bunday hollarda sizning mehnat stajingiz umuman hisobga olinmaydi. Chunki rasmiy hujjatlar yo'q va davlatga ijtimoiy ajratmalar to'lanmagan. Nuansi. Ayrim fuqarolar, masalan, usta hunarmandlar, ustalar, taksichilar, farroshlar yoki kichik do'konlarda norasmiy ishlaganlar yillar o'tib pensiyaga chiqish vaqtida shu davrdagi mehnatini tasdiqlay olmasliklari mumkin. Hatto guvohlar orqali ham stajni tasdiqlashning imkoni bo'lmaydi. Chunki asosiy talab bu rasmiy mehnat shartnomasi va pensiya jamg'armasiga badallarning muntazam to'langanligi. Shu sababli agar siz norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ho'zroq ish beruvchingiz bilan mehnat shartnomasi tuzish va pensiya jamg'armasiga badallar o'tkazilishini talab qiling. Agar bu imkonsiz bo'lsa, hech bo'lmaganda o'zingiz yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tib, ixtiyoriy ravishda badallar to'lash imkoniyatini ko'rib chiqing. Bu kelajakda sizni juda katta moliyaviy muammolardan qutqaradi va sizni pensiya bilan ta'minlaydi. Uchinchi istisno, mehnat daftarchasidagi xatolar yoki noto'g'ri yozuvlar. Ba'zan mehnat daftarchasida yozuvlar tartibsiz, o'chirilgan, o'zgartirilgan yoki umuman o'qib bo'lmaydigan holatda bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa eski daftarchalarda tez-tez uchraydigan holat. Bunday hollarda ham pensiya jamg'armasi bu yozuvlarni tan olmaydi, chunki ularning ishonchliligi shubha ostiga olinadi. Misol, xato yozuv tufayli staj yo'qolishi. Odil aka bir tashkilotda 1998 yildan 2003 yilgacha ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin u qalam bilan o'zgartirilgan, tashkilot nomi noto'g'ri yozilgan yoki muhr yozuvini to'sib qo'yganligi sababli o'qib bo'lmaydigan darajada bu holatda pensiya jamg'armasi xodimi sizdan o'sha tashkilotdan agar mavjud bo'lsa ma'lumotnoma talab qiladi. Agar tashkilot yo'q bo'lsa, bu stajni tasdiqlash juda murakkab jarayonga aylanadi va hatto sud orqali hal qilinishi mumkin. Shuning uchun mehnat daftarchangizni vaqti bilan tekshirib turish juda muhim. Har qanday xato yoki noto'g'rilikni imkon qadar tezroq tashkilot hali mavjudligida tuzatishga harakat qiling. 4-chi muhim eslatma. Harbiy xizmat va o'timdagi o'qish davrlari. Harbiy xizmat davri va oliy o'quv yurtlaridagi kunduzgi bo'limda o'qish davri ham qonunchilikka muvofiq pensiya stajiga qo'shiladi. Ammo bu davrlarni tasdiqlovchi hujjatlar, harbiy guvohnoma, diplom yoki arxiv ma'lumotnomalari saqlanganligiga ishonch hosil qiling va ularning asl nusxalarini ham ehtiyot qiling. Tuzoq. Ba'zan fuqarolar harbiy guvohnomasini yo'qotib qo'yishadi. OTM diplomini topa olishmaydi yoki uning asl nusxasi buzilgan bo'ladi. Bu holatda ham pensiya jamg'armasi
sizdan qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlar talab qiladi. Shuning uchun bu hujjatlarning asl nusxalarini va ularning yaxshi sifatli nusxalarini, shuningdek elektron ko'rinishlarni ishonchli joyda saqlash juda muhim. Elektron bazada bu ma'lumotlar avtomatik ravishda aks etmasligi mumkin. Shuning uchun ularni shaxsan pensiya jamg'armasiga taqdim etishga tayyor bo'ling. 5-nuansa pensiya jamg'armasiga to'langan badallar miqdori. Mehnat stajingiz to'liq bo'lgan taqdirda ham agar ish beruvchingiz pensiya jamg'armasiga kamroq badal to'lagan bo'lsa, bu sizning pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Pensiya nafaqasi nafaqat stajga, balki o'rtacha ish haqiga va to'langan badallar miqdoriga ham bog'liq. Qancha ko'p badal to'lansa, pensiya miqdori ham shunchalik yuqori bo'ladi. Misol, kam badal tufayli pensiyaning past bo'lishi. Jahongir aka yirik kompaniyada yuqori maoshli lavozimda 25 yil ishlagan. Lekin kompaniya soliq yukini kamaytirish maqsadida uning rasmiy ish haqini ancha past ko'rsatib, qolgan qismini konvertda to'lagan. Natijada pensiya jamg'armasiga Jahongir akaning nomidan juda kam miqdorda badal o'tkazilgan. Pensiyaga chiqish vaqtida uning staji to'liq bo'lsa ham, o'rtacha ish haqi va to'langan badallar past bo'lgani sababli pensiya miqdori u kutgandek yuqori bo'lmaydi. Bu holat afsuski tez-tez uchrab turadi va ko'plab fuqarolarni norozi qiladi. Shuning uchun sizning nomingizdan qancha badal o'tkazilayotganini vaqti bilan tekshirib borish juda muhimdir. Buni My.uz orqali yoki pensiya jamg'armasi bo'limlarida aniqlashingiz mumkin. Xo'sh, endi eng muhim qismga keldik. Bu vaziyatda siz nima qilishingiz kerak? Qanday qilib o'zingizni va kelajagingizni himoya qilasiz? Qanday qilib yillar davomida qilgan mehnatingiz natijasi sizdan uzib olinmasligiga ishonch hosil qilasiz? Men sizga aniq bosqich va hayotiy ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, mehnat stajingizni elektron bazada shaxsan tekshiring. Bu birinchi va eng muhim qadam bo'lib, har bir fuqaro bajarishi shart. Hozirgi kunda siz o'z mehnat stajingiz haqidagi ma'lumotlarni mening mehnat daftarcham elektron xizmati orqali, ya'ni My.gov, uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan yoki Xalq bankining istalgan filialiga shaxsan murojaat qilish orqali osongina tekshirishingiz mumkin. Shuningdek, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga shaxsan murojaat qilib, o'z stajingiz haqidagi ma'lumotlarni qog'oz shaklida rasmiy ma'lumotnoma ko'rinishida ham olishingiz mumkin. Bu xizmatlar fuqarolar uchun mutlaqo bepul. Ulardan foydalanishdan cho'chimang. Qanday qilish kerak? My.uz portaliga kiring. O'zingizning JSH raqamingiz, pasportdagi shaxsiy identifikatsiya raqami va parol orqali ro'yxatdan o'ting yoki mavjud profilingizga kiring. Agar oldin ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, bu jarayon juda oddiy va bir necha daqiqa vaqt oladi. Keyin mening mehnat daftarcham bo'limini toping. U yerda sizning elektron mehnat stajingiz, ishlagan joylaringiz va muddatlari haqida batafsil ma'lumotlar aks etadi. Bu ma'lumotlarni diqqat bilan o'rganib chiqing, har bir sana va har bir ish joyini tekshiring. Ikkinchi qadam, mavjud ma'lumotlarni shaxsiy hujjatlaringiz bilan solishtiring. Elektron bazadagi ma'lumotlarni o'zingizning qog'oz mehnat daftarchangizdagi yozuvlar bilan agar mavjud bo'lsa, boshqa ish joyingizdan olingan ma'lumotnomalar, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari nusxalari yoki ish haqi to'g'risidagi hujjatlar bilan diqqat bilan solishtiring. Har qanday tafovutni, uzilishni yoki noto'g'ri yozuvni aniqlang. Ayniqsa 2005 yilgacha bo'lgan davrlarga alohida e'tibor bering. Chunki bu davrlar eng ko'p xatoliklarga moyil. Masalan, agar sizning mehnat daftarchangizda 1930-1935 yillar oralig'ida ishlaganligingiz qayd etilgan bo'lsa, ammo elektron bazada bu davr umuman ko'rinmasa, demak bu jiddiy muammo. Yoki staj muddati noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, masalan, 5 yil o'rniga 3 yil deb yozilgan bo'lsa, buni ham belgilab oling. Har bir kichik farq ham kelajakdagi pensiya miqdoriga katta ta'sir qilishi mumkin. Uchinchi qadam. Kamchiliklar aniqlansa, darhol choralar ko'ring. Agar sizda mehnat stajingizda uzilishlar yoki noto'g'ri ma'lumotlar aniqlansa, zudlik bilan harakatga o'ting. Vaziyatni e'tiborsiz qoldirish sizga faqat ziyon keltiradi. 1. Ish beruvchingizga murojaat qiling agar mavjud bo'lsa. Agar siz hozirgi yoki oldin ish joyingizdagi tashkilot mavjud bo'lsa, ularga murojaat qiling va elektron bazadagi ma'lumotlarni to'g'rilashni talab qiling. Tashkilot mas'ul shaxslari pensiya jamg'armasiga tegishli ma'lumotlarni taqdim etishi yoki tuzatishi shart. Bu ularning majburiyati. Siz ulardan bu borada yordam so'rashga to'liq haqlisiz. 2. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. O'zingizning mehnat
daftarchangizning asl nusxasi. Pasportingiz va elektron bazada topilmayotgan staj davrlarini tasdiqlovchi barcha mavjud hujjatlar bilan pensiya jamg'armasining yashash joyingizdagi bo'limiga boring. Bular ishga kirish va ishdan bo'shatish buyruqlari nusxalari. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotnomalari korxona tugatilganligi haqidagi hujjatlar bo'lishi mumkin. Sizning murojaatingiz pensiya jamg'armasi mutaxassislari tomonidan ko'rib chiqiladi va agar hujjatlar asosli bo'lsa, ma'lumotlar to'g'rilanadi. Sudga murojaat qilish. Oxirgi chora. Agar pensiya jamg'armasi sizning mehnat stajingizni tan olmasa va boshqa yo'l qolmasa, sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Sud orqali siz o'z mehnat stajingizni tasdiqlashingiz mumkin. Bu jarayon ancha vaqt va mablag' talab qilishi mumkin. Ammo bu sizning qonuniy haqqingizni himoya qilishning yagona yo'li bo'lishi mumkin. Guvohlarning ko'rsatmalari ham sud jarayonida inobatga olinishi mumkin. Ayniqsa boshqa hujjatlar yetarli bo'lmagan hollarda. 4-qadam. Hujjatlaringizni tartibga soling va saqlang. Barcha mehnat daftarchasi, diplomlar, harbiy guvohnomalar, turli ma'lumotnomalar, ishga kirish va ishdan bo'shatish buyruqlari nusxalarini, shuningdek ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni puxta tartibda saqlang. Ularning elektron nusxalarini ham yaratib, bulutli xotirada Google Drive, Dropbox yoki ishonchli USB flash diskda saqlash tavsiya etiladi. Kelajakda bu hujjatlar sizga asqotishi, ayniqsa kutilmagan vaziyatlarda juda foydali bo'lishi mumkin. Har doim ularning asl nusxalarini ishonchli va xavfsiz joyda saqlang. Ularni yo'qotmaslikka harakat qiling. 5-qadam. Doimiy nazorat qilib boring. Hatto hozir hammasi joyida bo'lsa ham, vaqti bilan, masalan, yilda bir marta yoki 6 oyda bir marta o'z mehnat stajingizni elektron bazada tekshirib turishni odat qiling. Bu kelajakdagi kutilmagan muammolarning oldini olishga yordam beradi. Yodingizda tursin, sizning pensiyangiz bu sizning umr bo'yi qilgan mehnatingiz natijasi. Uni himoya qilish va nazorat qilish o'zingizning qo'lingizda. Boshqa hech kim sizchalik manfaatdor emas. 6-qadam. Pensiya maslahatchilaridan foydalaning. Agar sizda murakkab holat bo'lsa yoki yuqoridagi amallarni bajarishga qiynalsangiz, professional pensiya maslahatchilari yoki yuristlarga murojaat qilishingiz mumkin. Ular sizga hujjatlarni to'g'ri yig'ishda, pensiya jamg'armasiga murojaat qilishda, arizalarni to'g'ri yozishda va hatto sud jarayonida sizning manfaatlaringizni himoya qilishda yordam berishlari mumkin. Ba'zi nodavlat tashkilotlar ham bepul yuridik yordam ko'rsatadi. Bu imkoniyatlardan foydalanishni o'rganing. Bu sizning ishingizni ancha osonlashtiradi va vaqtingizni tejaydi. Shuningdek, natijaning ijobiy bo'lish ehtimolini oshiradi. Aziz do'stlar, bugungi videoda pensiya jamg'armasidagi o'zgarishlar va ular bilan bog'liq bo'lgan shoshilinch masalalar haqida batafsil gaplashdik. Unutmangki, bu nafaqat qog'ozbozlik yoki byurokratik jarayon, balki sizning umr bo'yi qilgan mehnatingizning qadrini belgilovchi juda muhim masala. Sizning o'z huquqlaringizni bilishingiz va ularni himoya qilishga faol harakat qilishingiz farovon keksalikning garovidir. Hech qachon o'z haqqingizdan voz kechmang. Bu videodagi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar sizda ham pensiya bilan bog'liq qandaydir muammolar yoki savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men ularga imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni unutmang, bu men uchun eng yaxshi rag'batlantirish. Va albatta kanalimga obuna bo'ling, kelajakda ham shu kabi muhim va foydali ma'lumotlar bilan bo'lishib boraman. Sog' bo'ling va o'zingizni ehtiyot qiling.